Parçalık haqida qissada Savsov, Lyubey, Jugulyanlar hammasi o'lib ketishdan burun nima uchun o'g'ilga bir xat qoldirdi? Bu xat vasiyatnomami yoki mirosnomami? Qissa haqida bayon. Parçalık haqida qissa qarsak, Savsov o'lib ketishdan burun o'g'li Savpiga bir parcha xat qoldirdi. Lyubeymi Baydod o'lib ketishdan burun o'g'li Ado'ga bir parcha xat qoldirdi. Jugulyan ham shunda. Undaqda sizlar bularning bu xat qoldirishdagi maqsad nima? Bu bir vasiyatnomami yoki mirosnomami? Endi buning hamisi nima eshitganda, buning hamisi bir farzand tarbiyasi. Bular hargizmi qilib qolgan vaqtida o'g'lim palon yer manchilik boylik va yoki andaq mandaq deb bir narsalarni qoldirmagan, balki o'zining shu o'lib ketkichi bo'lgan hayotidagi egallagan tajriba, savoqlar, qanday yo'llarni besishi, qanday usullarni qo'llashi qatorliq hayot tajribalarini mandaq jetgan vaqtda aql bilan bilimni vasiyat qoldirgan, miros qoldirgan. Ya'ni shu savoq, bilim, qonuniyatlarni eng cho'ng boylik sifatida o'zining avlodlariga miros qoldirib o'tdi. Bundaq vasiyatnomalardan hozir jonda eng donlig'i Rockefellerning o'g'liga yozgan 38 parcha xati. Buni balkim ko'pinchalar anglagan, ko'rib boqqan bo'lishi mumkin. Bu haqiqatan o'zimizmi o'qishga tegishlik, bolalarımizga bir o'qitishga tegishlik yaxshi kitob. Bu kitap qiziqchilarga seyr qaruga akirib qo'ydim. Chuchuan kirib izlab baqsanglar bo'ldi. Topamaganlar meni go'nji qo'llab yurak berib deb andin sishin qilsanglar sizlarga avat berma. Endi bu Rockefellergan dunyoviy neft shoyi, bu amerikalik bu ishparchilik haqida qissa chiqirgan adash emasmi va? Endi qissa haqida bayonimizni qaytib kelaylik. Endi buni bir farzand tarbiyasi dedik. Endi bu farzand tarbiyasi izboslar tarbiyalashda bu Lyubey, Jugulyanlar Savsovning qo'liga so'qishib turmaydi. Jugulyanning bolalari bu biz ko'rgan televiziyada yotib chiqmaydi. Lyubey qilib qarsak, buni fubichilaydi oldi deb qo'ydi. Yo'labmi to'g'izg'il olmaydigan ko'k namrat degandek bir gapchi bu. Ko'k namrat endi tushunamsizlar? Shuningdekda bir odug'i bu kimni yo'ldisimi yo'llab qo'yib qizanmaydigan, hatto odamni eng achchig'ini keltirg'ayri Lyubey dummu hujum qilgan vaqtda Lushin tarafidan yengilib Baydod ulaydigan vaqtda Kungmingni o'g'lini aklishga buyurdi, bil epga vasiyat qoldiring deb. Shu vaqtda Kungming kirib, dadam o'lidika, Lyubey oysuyutga hozirli mashina o'toldirib qo'ydim, ishtik bo'lmangiz debasa, cheketganni yevasam bulamdi u dedi. Destek dadam o'lidika debasa, men o'ynaydigan cheketganni yevasam bulamdi dedi. Xudodir qibalning telefonida men chiji qolay degandek bir gapda men urg'uslik qildi cho'mayani ko'rsa. Endi bu albatta shu Lyubeyning farzand tarbiyasining yaxshi bo'lmaganligi. Shundaqmi? Endi Jugulyan qarsaqmi, mayli farzand yoki shogird tarbiyasida o'zininki o'ziga o'xshash bir kamolatga yetgan, ya'ni men o'lib ketgandan keyin mao davomli izbosar o'p mansun deydigan izbosar tarbiyalashga bu hech qaysi ahamiyat bermagan. Bu jihatda Savsov qarsaq, bu Savsovning 4 o'g'lining hammasi bir-biridan iqtidorli, birisi-birisidan qaltis. Masalan, eng burun o'lib ketgan eng kichik o'g'li Savchunga qarsak, bir kichik danishman, buning kichik vaqtidagi mundaq bir hikoyasi bor. Savsovga boshqa bayliklardan bir pulni sovuq qilgan, shundan bu yerga sarkatlar o pulni ko'rib, "Voy, bu nimandaq yo'g'an maxluq bu. Otdan dachpal chiqibga bu qanchalik eg'irlikdikilar, kim bir jinliyalar, buni qandaq jinlamiz buni. Ya o'ldirib jinlasak bo'lmasa, bu Savsov so'qan mavlud so'g'us tutsa bu deb degandan keyin bu yer Savchun chiqib bir amal topibdi. Ya'ni bu pulni ko'lning ichidagi kemiga chiqaringlar. Avval kemiga bir siziq tortib belgisi olamiz, uni keyin pulni chiqiramiz. Kemining qanchalik cho'kkan suvi kelgandan keyin yana bir qitim belgisi olamiz. Pulni tushirib etib, uning keyin bu kemiga tosh solamiz. Pachbat shu toshni silib şu pil çökke yetki sizi kaygicha salmiz, undan muş taşlarının eğirliğini ölçsəkla pilning eğirliği çıkıdı deydi. Qaranglar mabalsın aqıllıqni bu haqiqatan bir kichik danishman, bu hikoyasini tilla dastan bo'lib kelmoqda. Lekin bu kichik danishmanning umri qisqa gap, baldurla o'lib ketdi. Endi Savsovning yana bir o'g'li Savjon Qarapaqay. Bu nayt, batur, jangvozlik, nayzvozlik, o'qya, hammasi kamolatga yetgan batur bir songun bo'lib yetishib chiqdi. Buning ham aqlimi bor, ta'mimi bor, hatto oxirida Guayguni o'ltirib bir juritim bor. Guayguni qo'g'lab o'ltirmasa oxirida shu xon to'sib qoldi-ku buni. Endi Savji Qarapaqli, Savji qarsak bu qalamni kamolatga yetgan she'r nazm yozishda butkul jonda number 1 birinchi o'rin turdi. Hech kim buni oldiga o'tolmaydi. Haqiqatan buning yozgan she'rlarini televiziyada yottirdim ko'rdik. 7 qadamda yozgan she'rimi ajoyib, qaltis, gul-guliga qopiyasi keltirib o'tirgan Ramel Bakirni she'r yozib qo'yishibdik buni. Endi Savpi qarsak kishilik munosabatga nayt usta, Rinji Guanxi, Lingdao Guanxi degan intayin mayir
nayt yilga intayin qu rangvozliqqa intayin kamalat ketgan. Mushlarning hammasi Savsovning farzand tarbiyasi. Qarsanlar Savchun o'lgandan much Savpini taxti varis qilishni ko'ngilda tanlab qo'yishga başdan oxir bu yerda Savpi bu Savsovning bir katövdak yordamchisidek o'ng qo'lini qishida tutturdi. Hem Savcan qarşaqmı bunu daim şu Xuan Savrun qatarlıq Batur Sanğullarının sərkədlərinin kəyni isep buydu. Müşahede əmli iş ögən sonunda. Oca qarşaqmı bu can şu qələmkeşlərlə bilə jürüydü. Bunun əmrisini Savsanın muşundaq bir yaxşı pərzent tərbiyesi izbasan qandaq tərbiyələşdi ki bir yaxşı idiyistin ayrıb qarğıl olmaydı. Bundaqda kiçik danışmən Savcunni zat kim qəsildi? Bunu sımayı biləmdi, bilməmdi.